Mamlakatimizda yosh avlodni sportga keng jalb qilish, ularning salohiyatini ro'yobga chiqarish va xalqaro musobaqalarga puxta tayyorlash maqsadida yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari hamda Prezident Olimpiadasi sport musobaqalarining 2026 yilgi mavsumiga start berildi. Toshkent shahridagi jarayonlardan muxbirimiz lavha tayyorlagan. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari va uning yakuniy bosqichi hisoblangan Prezident Olimpiadasi shunchaki navbatdagi musobaqa emas. Bu mamlakat sport tizimida mahalladan professional sportgacha tamoyilini amalga oshiruvchi muhim strategik loyihadir. Ma'lumot o'rnida mazkur nufuzli sport tadbirining ilk bosqichi hisoblangan tuman va shahar hokim olimpiadasi mart-aprel oylarida 13 ta sport turi bo'yicha o'tkaziladi. Xususan, Toshkent shahar sport boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan dzyudo bo'yicha bahslar ham ko'tarinki ruhda boshlandi. Bugun yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari sport musobaqasining 2026-yil mavsumi uchun butun O'zbekiston Respublikasi bo'ylab 208 ta tuman va shaharlarimizda birinchi bosqichi tuman hokimi olimpiadasiga start berildi. O'tgan yil o'tkazilgan yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari Prezident Olimpiadasida Toshkent shahri bo'yicha 6444 nafar professional sportchilarimiz shug'ullanishgan, ya'ni 10 ta sport turi bo'yicha. Bu yil 26-yilda 21 ta sport turi hamda Paralimpiya yo'nalishi bo'yicha 5 ta sport turlari ham joriy qilindi. Bunaqa sport musobaqalarining o'tkazilishi jamiyatimizda sport sohasida yangi yutuqlarga, yangi marralarga erishishga imkoniyat bo'ladi. Mazkur tashabbusdan ko'zlangan asosiy maqsad ham iqtidorli yoshlarni erta aniqlash, eng kuchlilarini saralash, milliy terma jamoalarga jalb qilish imkonini beradi. Bugungi kunda ERP sport elektron ro'yxatdan o'tgan sportchilarimiz o'tgan yilga nisbatan qariyb 1,5 baravarga ko'p. Dzyudo musobaqalariga bugundan start berilgan bo'lsa, 1000 nafardan ortiq sportchilar qatnashishligini bildirgan bo'lsa, eng quvonarli tarafi bularning orasida xususiy sport klublari, umumta'lim maktablarda tashkil etilgan sport to'garaklari ham qatnashishligini bildirganlar. Yana bir muhim jihat, g'oliblar Olimpiya va Paralimpiya zaxiralari, kollejlari hamda oliy sport mahorat maktablariga yo'naltiriladi. Qolaversa, yosh sportchilarda katta arenalarga chiqish, bosim ostida ishlash va g'alabaga intilish ruhiyati shakllanadi. Musobaqalar 2026-yilning eng muhim seleksiya tadbirlaridan hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, bu loyiha O'zbekistonning kelajakdagi sport sohasidagi yutuqlar uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi.